Ehtimoliy savollarni tahlil qilishda davom etamiz. Boshladik. Quyidagi gapda qatnashgan otlar haqida to'g'ri hukmni aniqlang. Otlar haqida to'g'ri hukmni topishimiz kerak. Nafis chayqaladi bir tup namatak, yuksakda shamolning belanchagida. Quyoshga ko'tarib bir savat oq gul, viqorla ushshaygan qoya labida. Parchada aniq va mavhum otlar qatnashgan degan ajobda. Aniq va mavhum ot. Aniq ot qarang, namatak aniq ot. Mavhum ot qani? Viqor. Viqor degan mavhum ot bor. Demak, javobimiz to'g'ri bo'ladi. Parchadagi otlar tuzilish jihatdan ikkita turga bo'linadi. Demak, tuzilishi ikkita deyapti. Tuzilishni bilasiz. Sodda, juft, takroriy, qo'shma. Mana otlarni qarang. Namatak, shamol ot, belanchak ot. Quyosh, savat, gul, qoya va lab. Ana shular ot. Endi birorta boshqa tur yo'qda, hammasi sodda. Qo'shma yo'q, juft yo'q, takrori yo'q. Shuning uchun bu javobimiz xato bo'ladi. Demak, ikkita degan joyi xato, bitta bo'ladi. Siz javobga qarang. Turdosh otlarning barcha ma'no turi qatnashgan. Turdosh ot barcha ma'no turida, ma'no turi barchasi. Turdosh otlarning shaxs oti bor, narsa, o'rin joy, mavhum va faoliyat jarayotlari bor. Qarang, shaxs oti yo'q. Narsa oti bor, belanchak, gul. O'rin joy, qoya. Mavhum ot, viqor. Faoliyat jarayoti, shamol. Demak, shaxs oti yo'qligi uchun barcha turiga kirmaydi. Narsa otlarining barchasi tub. Demak, narsa otlarining barchasi tub ekan. Barchasi. Faqat narsa buyumni ifodalab kelgan. Narsa otlar faqat narsa buyumni ifodalab kelgan. Demak, barchasi tub degan joyga qarang, xato. Belanchakni qarang. Belanchak degan so'zimiz belanmoq so'ziga qarang. Belanchak deb yasalyapti. Demak, yasamasi ham bor. Barchasi tub emas. Tub degan yasalmagan degan. Tub degan joyga qarang. Yasalmagan, lekin yasalgani bor belanchak. Eng foydali ma'lumotlarni olish uchun bizning Telegram va demak Instagram sahifalarimizga obuna bo'ling.